O'zbekistonda bog'chalarni qaysi davlat tashkilotlari nazorat qilib borishini bilasizmi? Bog'chalarni quyidagi davlat tashkilotlari nazorat qilib boradi. Maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi, Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, soliq organlari va boshqa tashkilotlar nazorat qilib boradi. Tekshiruv jarayoni quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Tekshiruv o'tkazish to'g'risida rasmiy buyruq hamda tekshiruvchi xodimlarning xizmat guvohnomasi bo'lishi shart. Tekshiruv davomida quyidagi hujjatlar ko'rib chiqiladi. Litsenziya, sanitariya xulosasi, kadrlar hujjati va boshqa hujjatlar ko'rib chiqiladi. Binolarning holati, texnik xavfsizlik holati, o'quv binolarining hamma joyi tekshirilib, yakunida dalolatnoma rasmiylashtiriladi. Kamchiliklar aniqlansa, kamchiliklarni bartaraf etish uchun muddat belgilanadi. Jiddiyroq qoidabuzarlik aniqlansa, vaqtincha faoliyatni bekor qilishi yoki jarima qo'llanilishi ham mumkin. Xususiy bog'chalarda esa jiddiyroq qoidabuzarlik aniqlansa, litsenziya bekor qilinishi ham mumkin. Yuqoridagi barcha tekshiruvlar govcontrol.uz portalidan ro'yxatdan o'tkazilib, tekshiruvlar kitobida aks ettirib boriladi.